Davlatimiz rahbari global ahamiyatdagi muhim voqelik arafasida har oyda 400 milliondan ortiq auditoriyani qamrab oladigan yirik ommaviy axborot vositasi Euronews telekanaliga intervyu berdi. Unda mamlakatimiz yetakchisi Markaziy Osiyo muloqot va hamkorlikni kengaytirishga ochiq. Biz barqaror rivojlanish va xalqlarimizning farovonligini oshirishga xizmat qiladigan o'zaro manfaat va ishonchga asoslangan konstruktiv hamkorlik tarafdorimiz deb ta'kidladi. Konstruktiv va o'zaro manfaatli sheriklikka asoslangan davlat siyosati ko'p millionli xalqimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Sammitdan oldin Yevropaning yetakchi matbuot savoliga prezidentimiz juda batafsil javob berdilar. O'sha nima uchun Markaziy Osiyo? Mana bu mintaqa eng rivojlanayotgan, eng ahil mintaqaga aylandi. Chunki sir emas, yaqindagina bundan 5-10 yil oldin bu to'g'risida umuman tasavvur qila olmasdik bunday ahvolni. Shuning uchun men o'ylaymanki, shu bizni prezidentimizni harakatlari orqali mana shunday muhit hosil bo'ldi mana shu mintaqada. Va shu demak muhit albatta Yevropa ittifoqini ham o'ziga jalb qildi. Birinchi navbatda qayerda muhit yaxshi bo'lsa, demak kelajagi yaxshiligi ko'rinib tursa, ana o'sha yer bilan ular demak hamkorlik qilishga harakat qiladi. Hozirgi Markaziy Osiyo eng tinch munosabatlar hozir eng yaxshi bo'lgan davri. Shuning uchun Yevropa ittifoqi ham shu yerga kelishi afzal ko'rdi. Bundan tashqari Samarqand tarixan o'zi Yevropa bilan bog'langan. Endi asosiy maqsad nimadan iborat? Asosiy maqsad albatta birinchi navbatda iqtisodiy hamkorlik, investitsiyalar, undan tashqari siyosiy tomondan demak hamkorlik qilish. Ayniqsa biz uchun juda muhimligi bu demak transport yo'laklari. Chunki sir emas, O'zbekiston dengizlaridan ancha uzoq bo'lgani uchun albatta kimlardir orqali o'tish kerak. Bu Yevropa fan, ta'lim sifatida eng rivojlangan mintaqalardan biri. Shuning uchun mana biz yoshlarimiz uchun bu sammitdan keyin yanada imkoniyat yaxshilanadi. Prezidentimiz mana shunga ham ayni to'xtab o'tirdi.